ingliz tilini suvda ichib olishimga yordam bergan va IELTS speakingga eng katta yordam beradigan top 5 ta noodatiy lekin samarali bo'lgan mashqlar. Undan oldin esa menga obuna bo'lishni unutmang. Birinchisi bu 1 minute without gap. Ya'ni bu vaqt davomida siz xohlagan topikni tanlaysiz va aynan shu topiklar bo'yicha gapirib boshlaysiz. Uni esa taymerga qo'yasiz. Agar sizni o'rtada pauza bo'lib qolsa, va shunga o'xshagan yana qaytadan boshlaysiz va bu esa sizni IELTS speaking part 2 da katta yordam beradi, chunki u vaqtda siz to'xtovsiz 2 daqiqa davomida gapirishingiz kerak. Ikkinchisi listening diktantda audio qo'yasiz va eshitgan narsalaringizni va barcha so'zlarni yozib borasiz. Bu esa sizni spelling xatolaringiz ustida ishlashga yordam beradi va shu bilan birga tezligingizni ham oshiradi. Uchinchisi, kuniga bir marta TED Talk eshiting. TED Talk juda ham muhim va ularni eshitganingizni hattoki konspekt qilib yozsangiz ham bo'ladi. Bu sizni dunyoqarashingizni kengaytiradi va tushunishingizni ancha oshiradi. Birinchisi, o'z nutqingizni yozib boring, diktafonni oling va umuman olganda barcha narsalar yoki mavzular haqida gapiring va o'shani to'xtatib turib, keyin eshitib ko'ring. U yerda xato qilgan bo'lsangiz, xatolaringiz ustida ishlang. Ko'pincha biz gapirayotganimizda yo harakat qilayotganimizda tez gapirishga grammatik xatolar qilib kelamiz va mana shu orqali o'zingizni eshitib turib xatolaringizni topsangiz, keyingi safar shu narsalarga anchagina e'tiborliroq bo'lasiz. 2-3 ta har xil haqiqiy bo'lgan ingliz tilidagi artikellarni o'qing. Bu sizni tushunishingizni ancha oshiradi va IELTS readingizni ko'tarishga ham katta hissa qo'shadi.